Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamay yursizlarmi? Tinchmisizlar? Sog' salomatmisizlar? Kunlaring xayrli bo'lsin. Mana Toshkentdan keldik, inshaalloh. Usti boshda almashtirdik. Mana bir loy bilotida buni chiqarib tashlab, qo'chqorlarga 3 ta qo'chqorga bu yo'lni taxladik, takanani beton qilib taxladim o'zim. Taka tuproq tashlab, keyin g'ishtni terib, ustiga sement sepib taxlab qo'ydim. Endi kechki tomon nasib bo'lsa mana oxirlari tayyor. Bu yigitlar yangi chorva boshlayotganlarga bunda baraka ko'p aka. Akamisiz, ukamisiz. Mana shu go'salarni ham bir oy oldin 14 million 100 mingga olgan edim. Bu bo'g'oz chiqdi. Buni semirtirishga oldik. Bu bo'g'oz chiqdi. Mana tushunadi buni. Mana yelin tashagan. Mana yelinlar tashagan, mana ko'rinib turibdi. Yelinlar tashagan. O'sha bu Xudo xolasa endi suyulishga emas, sigir qilamiz buni. Sigir qilib keyin sotiladi. Hozir misol uchun 14 million olgan bo'lsa, bu tug'sa inshaalloh bu 30 million takiga boradi. Mol jasad juda katta. Videoga qanaqa ko'rinadi bilmayman. Men 171 bo'lsam, mana gavdam tagidan kelyapti. Bu degani 140 go'salar. 140. Mana bu kichcha 18400 ga olingan edi. 18400 ga olingan edi. Hozir kunga 25 takiga borib qoldi, xudo xolasa. Mana mehr bilan boqilyapti mana zakonni sharoit. Mana qo'chqorlar. Mana bu qo'chqorcha 3 million 700 mingga olingan edi. Mana 3 million 700 ga olingan edi. Chigit, samon, kepak siba berilyapti. Katta g'azonga pishirilib. Bu yomon emas, zo'r bu inshaalloh. Mana bu qo'chqor 4,5 millionga olingan edi. Bu bilan mana bu 4,5 millionga olinganda hozir bu 7 millionga bermayman misol uchunda. Mana beli vobshe bomba bo'lib ketdi. Belini bir qarshi bo'lgan beli, qalin beli. Yana oqimiz ham bu yoqqa erkatoy yotibdi. Ana shu birga olingan edi, ammo 4,5 million shu oqam juda katta narsa, endi yotibdi. Agarotga kirgim kelmayapti loyozi. Ana shunday. Chorvaga mehr berish kerak. Chorvaga mehr berish kerak. Bu imенно bunga qaratish kerak emas-da-yu. Biznes qilaverish kerak-da, olib tashab qo'yish kerak. Alloh barakasini bersin. Boqishga odam bo'lsa bo'ldi. Uyda dadalarimiz bormi? Bironta bir bekorchi odam bo'lsa, bekor yurmasdan bu ham tayyor biznes mana. Mana bu bir suv bo'lib, loy bo'lib, balchiq bo'lib ketgandi. Mana taxladik bu yerni. Vash krasavchik bo'lib chiqdi bu ham nasib bo'lsa. Oxirlari mana tayyor inshaalloh. Hozir keltirib uchoqni chiroyli qilib bo'ylaymiz. Vaska mana 25 ga bermaymiz endi buni. Xudo xolasa olib bo'sh bu. Holi yana bir 2 oylik joyi bor. 2 oylik joyi bor. Nasib bo'lsa 18 million pullariz 35-37 bo'lib turadi, xudo xolasa. Chorvaga mehr beringlar, chorvada baraka bor. Rahmat hammaga. Kiringlar, yangiliklarni zo'r bo'ladi ola. Obuna bo'lib qo'yaveringlar, xudo xolasa. Ana shu noldan xudo xolasa bir 1 milliard bo'lgancha birga aylantiramiz yigitlar. Sizlarni podderskalaringiz kerak. Musofirda yurganlar, sizlar obuna bo'lib ko'rsalaringiz bu menga yaxshi, menga motivatsiya bo'ladi. Men bosamanki, mana G'unojonni semirtirayotdi, yelin tashlab yubordi. Demak, olib kelgan paytim bir 4 oy 5 oylik bo'g'oz bo'lgan ekanda. Mayli, yigitlar, duo qilib qo'yasizlar chorvaga, baraka bersin. Hammaning ishiga baraka bersin.